Dada, Ha? bugundan men sizlar bilan ishlamayman. Nimaga? Bozorga sachoq sotmoqchiman. Nech pul kerak senga, Xolmurod? $100. $100 bilan savdo qilib beradimi? Hamma joyda. Men $100 ko'p qilib kelaman hali. Dada, bankrot bo'lib keldim. Ha, endi bizlar bilan ishlarsan? Yo, boshqa biznes qilmoqchiman. Nima ish qilasan? Avtosalon ochaman. $1000 berib turing. Yo'q, $1000 bersam avtosalon ochasanmi? Ha? Bu $1000 ko'p qilib kelaman. Usta bu? Ha? $1000 bilan avtosalon ochsa bo'ladimi? Bilmadim. Lekin men o'g'limga ishonaman. Hali katta avtosalonlar ochadi. Omad. Ha, boshladik işte. Dada, Ha? tabriklang meni. Kuchayib ketdingmi? Bankrot bo'ldim. Azamat, nima deb halol so'ksamikin shuni? Qadaringga deb so'king usta bu. O'zim so'kmayman-ku. Men so'kaymi bo'lmasa? So'k, yeb tashla. Mehmonlar. Ozgina usta buvamni o'ylasang bo'lmaydimi? Shuncha yo'qotgan pulingga mana shunaqangi tayyor 165 kvadratga qurilayotgan zamon talabiga javob beradigan high-tech kottejlarni olsang bo'laydi. Bu kottejlardan Xolmurod 37 ta qurilyapti. Yaqin egalariga patkuluch holatga tayyor topshiradi. Men ham usta buva bilan birga ishlab bitta ololman shayxda o'y. Narxi 500 million. Agar egasi bilan kelishsa, yana kelishtirib arzonroq qilib berar ekan. Bu Narpay tumani, O'qitosh shaharchasi Baxt mahallasiga qurilyapti. Xolmurod omadidan bo'ldi-ku. Dada, sizni ham ko'p xafa qildim, ranjitdim. Kechiring. Basi qaytarilmasin jo'ra. Yana oxirgisi bitta narsa so'ramoqchi edim-da, dada. 20 ming berib turing. Azamat. San ketman bilan beliga, men o'roq bilan ayog'iga uraman. Erkak yo'qonaman.